Qashqadaryo imkoniyatlar maskani, mehnat va zakovat uyg'unlashgan viloyatlardan biri. Azaldan zahmatkash xalqning qo'lida obod bo'lib kelgan bu voha yangi rivojlanish bosqichiga qadam qo'ymoqda. Tabiiy boyliklari, salohiyatli inson kapitali va zamonaviy islohotlar uyg'unligi viloyatni mamlakat taraqqiyotining muhim tayanchiga aylantirib ulgurdi. Iqtisodiyoti izchil o'sib borayotgan hududda sanoat korxonalari soni yil sayin ortmoqda. Ishlab chiqarish hajmlari kengayapti. Qashqadaryo zaminida neft, gaz, kimyo, qurilish materiallari va qayta ishlash sanoati jadal sur'atlarda rivojlanib, minglab yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Viloyatdagi bunday keng ko'lamli o'zgarishlar kechagi tarix emas, rostakamiga bugungi taraqqiyot, ertangi katta marralar sari qadam tashlab borayotgan viloyatning ko'rsatkichlari. E'tibor qarating, so'nggi 5 yilda yalpi hududiy mahsulot 1.5 baravarga o'sdi va 93 trillion so'mga yetdi. Sanoat 1.6, qurilish 1.7, xizmatlar esa qariyb 2 baravarga o'sdi. Bugun xizmatlar ulushi 42% ga yetgan. Albatta, bu raqamlar ortida yaxshilanayotgan turmush, oshayotgan daromad, ishonch bilan yashnayotgan hayot bor. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi hududiy mahsulot 2 barobarga oshgan. Bu har bir oila his qilayotgan taraqqiyot. E'tirof etish kerak, qishloqlar ham jonlanmoqda. 30-40 yildan buyon suv yetmagan 85 ta mahallaga suv kelishi tomorqalarni daromad manbaiga aylantirdi. Islohotlar samarasi o'laroq prezident tashabbusi bilan qurilayotgan yangi uylar, yangi O'zbekiston massivlari zamonaviy infratuzilma Qashqadaryo qiyofasini yangilashga xizmat qilmoqda. Davlatimiz yetakchisi hududlar salohiyatini yanada oshirishga qaratilgan islohotlar yo'l xaritasini belgilab berar ekan, katta massivlar, sohalar, maktab, bog'chalar qurilishiga katta e'tibor berdi. Natijada sanoatda tub burilishlar, katta sakrashlar amalga oshirilmoqda. Xususan, elektrotexnika, farmatsevtika, metall, kimyo, sement, to'qimachilikka to'liq sikllar yaratilyapti. Birgina misol, Qashqadaryo erkin iqtisodiy zonasida 195 million dollarlik 26 ta loyiha amalga oshirildi. Bu degani minglab ish o'rinlari, millionlab dollar eksport imkoniyatlari. Xitoy, Rossiya, Turkiya, Germaniya, Amerika kabi jahonning yetakchi davlatlari orasida Qashqadaryo viloyatiga qiziqish, ishonch va hamkorlik istagini bildirayotgan investorlar soni ko'paygan. Ma'lumotlarga ko'ra, IT, ta'lim, tibbiyot, logistika yo'nalishlarida 14 mingdan ortiq yoshlar yangi sohalarda ish bilan band. Xabaringiz bor, prezidentimiz mamlakatimiz bo'ylab hududlar iqtisodiyoti va rivojini o'rganish maqsadida bu yil ham Qashqadaryoga tashrifni amalga oshirdi. Yana yangi marralar